Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadakaca Rosen. Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çislağa 2021 yıl 1. ayının 19. günü. Vaziyet doğrusu da gep kılsak, üzüdün, üzüge məlum ki, görünüp durupdu ki, bugün Çislağa 19, ata 20 boludu. 20 Amerika Qoşmuş Ştatlarında asasa kanunda belgelengen, yeniden sayılangan prezidentlarının vazifeye olturuş günü. Ata hammadın bak yeriledi, hürmetlik vatandaş. Şuna ben bu vaziyetke alakadar bugün leksiya teyyarlamadım. Bırak silahı sözdeydiğim bugün 3 parça leksiya. Kolumda kağız yok üzemnin, tecrübemi üzemnin təsiratı, yaki benim üzemnin hayatıdaki vatandaşlarımga, okuğuçularımga, savakdaşlarımga, zamandaşlarımga münasibetlik leksiyeli. Şuna vatandaşlarım ben bugün şu leksiyeli doğrusu da sözleyim benim vatandaşlara şu leksiyelerini tapşırım. Yakından beri benim 2 nefer, biri zamandaşım, biri savakdaşım vafat buldu. Avval uladan, ulağaya ki Allah'tan cennet verişini tileymen, hürmetlik vatandaşlar. Birincisi Abdülkerim Rahman, o edebiyat 64'nin idi, ben edebiyat 66'nın okuğucusu idim. Biri koridor, karma karşı sınıfla, biri koridorda okup, okuş bitirgen kişiler idik. O yakında kaza kılıp gitti. Ben o doğruda onun vafatıga tezziye bildirişke ülgürelmedim. Sebep o küllerde öyküçü vatkan vaktimiz idi. Bugün ende bu fırsat gelgendim o. İkinci bireylen yani zamandaşım. Uyghur'un pəxirlik oğulları. Şu oğullarının qatarıdaki Abdülkerim Rahman ve Abdülkerim Rahman qatarıdaki Mirzayit Kerimi vafat buldu. Bu doğruda Mirzayit Kerimi doğrusu bundan 4 gün burun, 5 gün burun haber anlagan edim bırak. Radyoda ilan kılsa, radyoda berilse, bu paketli haber buludu dep oylap saklap turgan edim. Radyoda berildi bu kişinin, yaka bu merhumның izleri tercüme hali radyoda berildi. Şundaklı bir namsız vatandaş, bir kahraman desem buludu yazgan mərisi yani. Şundak çıraylık til, yani Uygur'un şiiriyet tili, şundak çıraylık, nefis ve güzel misralar bilen teyziye yazıptı. Erzidiğen merhum Mirzayit Kerimi. Gerçi bu adam öz hayatıda teşkili faaliyetlerine katnaşmagan bolsunmu? Onun idiviyene tefekkür nokti nezirden eytkandı onun tefekkürü tınımsız alda. Vatan, millet, müstakillik, devlet üçün hareket kılıp durgan tefekkür idi. Ben arlıqda 14 nefer kişi, 14 nefer kişini kol kılıngan ziyalilane, ben kayta Reis Xi Jinping'den türmeden koyup verişini talep kıldım. Ben işlemi emez. Xi Jinping'den aldı da biz bir şahs süpte değişkim emez. Bırak Amerika Qoşmuş Ştatlar Devlet Meclisi'nin besimi ve cahandaki adalet yakalıqçılarının besimi aslında 3 nefer kişini koyup verdi dep anladım. Şunun biri Abdülkerim Rahman idi, yani biri Mirzayit Kerim idi, yani biri Hazret derhalla ismini unutup kaldım keçelinle, o profesör, Şinjan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin profesörü idi, koyup verdi dep anlagan edim. Bu katem radyoda berilen Mirzayit Kerimi doğrusu ki, haberlerde onun türmüde vafat bolğanlığından haber taptım vatandaşlar. Silahım haber taptığına.
Ondan keyin yana bir mening o'quvchim Qosim Sidiq. O Şinjan Ma'arif instituti hozir anglasam, o Şinjan Ma'arif universiteti bo'ptimish. O menda o'qigan edi. Adabiyot fakultetida o'qigan edi. 4 yil o'qigan edi. Men u bolaga, u yosh yigitga 4 yil dars so'zlagan edim. O mening o'quvchim edi. Hozir anglasam radiodagi xabardagi asoslangan 20 yillik kesilibdi. Men şuna bugun biri hayat, ikkisi vafot bo'lgan. Shundaqli vafot bo'lishdan burun Abdukarim Rahman vafot bo'lishdan burun Tarix jurnalining uzundan bir rahbarlik xizmatini o'zi becerib kelgan, o'ziga elib kelgan va yoshlarni, yosh qalam egillarini tarbiyalashda o'chmas xizmatlar ko'rsatgan Ahad turda ham qazo qilib ketdi. Men onun şu vaqtda, dal vaqtda ta'ziya bildiramadim. Sebep ne? Bunun sebebini keltirish mümkün emas. İnsanға endi sebep keltirishga bo'lmaydi. Şunu nimiş ki vaqtda ta'ziya bildirmedin deb savol qo'yilish to'g'ri kelib qolsa, mana shu savolni o'zim qo'yay, boshqalar qo'ymasin. Kelib qolsa, biz 4 yil Prezident Trump Oqsaroyda xizmat becergan kundan boshlab 4 yil Ochig'ini aytsak, vatandosh hammamiz bir jiddiy holatda yashab keldik. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatidan aytib belgilik, o'rinliq, hukumlashgan siyosatlar o'tirg'i chiqdi. Buning ichida bo'lib, bu 4 yil keyingi 2 yil ichida Prezident Trump hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosiydagi o'zgarishlar har hafta degidek, har kunda degidek matbuotlarda, davlat majlisining navbatdagi siyosatlarida, navbatdagi qonun belgilashlarida, muhokamaga, munozaraga qo'yishlarda har kuni degidek atilib keldi. Siz jiddiylashdingiz, men jiddiylashdim. Endi yaqindan beri, masalan, Abdukarim Rahman vafot bo'lgandan beri, ondan bugunlardan Mirzayit Kerimi'nin vafot bo'lgan o'sha kunlarida biz hammamiz saylam jiddiylik xuddi bu saylamni biz saylabla boshqa qilib chiqa oladigandik. Biz ko'ngil bo'libla niyatimiz va iqbolimiz bo'yicha, orzularimiz bo'yicha amalga oshira oladigandik. Shundoq jiddiylashdik. Siz ham jiddiylashdingiz, men ham jiddiylashdim. Vatandoshlar jiddiylashdi, chunki biz shundoq qaradik, Prezident Trumpning bu hukumatning siyosati Uyg'urlarga chetilib keldi, Hong Konglikqa chetilib keldi, Tibetlarga chetilib keldi. Bo'libmi gavdalik holda Tayvanga chetilib keldi. Biz shuningdan hayron qilib jiddiylashdik. Endi bu saylamning natijasi e'lon qilinadi, hurmatli vatandoshlar. Mushu kunlarda men sizlarga alohida tayyorlagan saylamga munosabatlik va boshqa vaziyat to'g'risidagi leksiyalarim yo'q. Men yuqoriga 3 nafar, 2 nafar marhum Abdukarim Rahman, Mirzayit Kerimi, anandan keyin 1 nafar hayot, lekin 20 yil qamoq jazosi bilan jazolangan yosh shoir Qosim Sidiq to'g'risida vatandoshlarga o'zimning tajribasi va bular bilan uchrashgan vaqtlarimdagi hikoyatlarni so'zlab, ularga buning oldidagi 2 nafarga, masalan, Abdukarim Rahmonga, Mirzayit Kerimiga ta'ziya bildiraman va Allohdan ularga jannat ato qilishini talab qilaman. Keyingi hozir hayot, lekin 20 yil turmaga nazarband qilingan, yoki e'lon qilingan Qosim Sidiq to'g'risida sizlarga bilganlarimni so'zlayman va shu qatorda uningga Allohdan madad tilayman. G'ayrat qil Qosim Sidiq deyman, hurmatli vatandoshlar.